Assalomu alaykum. Obunachilar, mana biz kaptarlar. Mana Qizil Hakka. Ikkita qildim. Mana kaptarlar. To'qchubi. Kaptarlarga qaramay qo'yasizlar. Yalim. Ashet ikkita kaptarimiz tuxum qo'ygan harakat qilyapti. Shaklan toshdi. Hali bor tashqarida. Hozir ko'rsataman. Bitta piskunimiz turibdi. O'ta zo'r kaptari. Bunaqasiga qaramay ko'rasizlar, ko'z o'rib qopti. Chichi. Shuga javob ota-onasi o'ynayotgan asli. Ko'z o'rib qop. Alloh. Boshqa kaptarlar o'rgan yo'q, shuniki o'rib qolgan. Chichi. Ko'z. Shuni nima qilsak bo'ladi? Kommentda yozib ketinglar. Ko'z o'rib. Ikkalasi ham o'rib qopti. Bitta sizak, bitta do'qchibi, bitta oq qora, keyin bitta oq yana, bitta ham tutda. Mana, mashla. Shunga maslahat berasizlar. Nima qilsa ketadi ko'z og'rimoqlari. Qizil akamiz ham o'ta katta narsa, moda, bitta nar kerak bunga. Mana o'ta chiroyli. Mana shu eshigiga kirib chiqadi. Ichkarida yashashda Pokiston ham uchishga javob yuboradi. Uncha kaptar tepasida yuradi, yo'q ketadi. Qizil akamni hali ko'rganman. Unda nar topib juplab keyin uchiramiz. Ashigin kimdir nar bo'lsa, e'tibor berasizlar kommentlarga yozib. Mana